Bankomatlar bu shunchaki naqd pul chiqarib beradigan mashinalar emas. Aslida uning imkoniyatlari juda ko'p. Voy, zo'r-ku, buni bankomatda qilsa ham bo'ladimi? Albatta, nafaqat so'mda, balki valyutada ham. Valyuta almashtirsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Valyutani almashtirsa ham, kartani to'ldirsa ham bo'ladi. Zamonaviy bankomatlar SMS xabarnoma xizmatini ulash, PIN kodni almashtirish, karta bo'yicha ko'chirma olish va hattoki inkassatsiya qilish imkoniyatini beradi. Yordam kerakmi, xola? Yo'q, bolam, o'zim qilaman. Rahmat. Rahmat, bolam. Notanish inson yordamini qabul qilmang. Bunga zarurat bo'lsa, bank xodimlariga murojaat qiling. PIN kodni kiritishda klaviaturani doim berkitib turing. Xavfsizlik kichik qadamlardan boshlanadi. PIN kodni kiritishda e'tiborli bo'ling. 3 ta noto'g'ri urinishdan so'ng kartangiz bloklanadi. Va yodda tuting, amaliyot yakunlagach, karta va pulni darhol oling. Bankomatlar bu qulaylik va keng imkoniyatlar. Ulardan aql bilan va xavfsiz foydalaning. Finlitus manbalaridan yanada ko'proq ma'lumot bilib oling.